Tizza bo'g'imingizni sog'lom saqlamoqchimisiz? Unda ushbu 4 ta belgiga ahamiyat bering. Birinchisi, bo'g'im ichida to'satdan qarsillagan tovushlar eshitilishi yoki ichkarida nimadir chiqib joyiga tushishi bu Minsk jarohatlanganligining belgisi. Ikkinchisi, bo'g'im nostabilligi, ya'ni bo'g'im to'satdan bukilib ketishi va bo'g'im chiqishi. Ushbu holatlar ko'p marotaba takrorlanganda tizza yemirilishiga olib keladi. Uchinchisi, tizza qopqog'ining chiqishi. Bu tizza qopqog'ining chiqishi kimlardadir bolaligidan bo'ladi, kimlardadir jarohat olgandan keyin bo'ladi. Bu holatdan ko'p takrorlanishi natijasida ishqalanish bo'lib, suyak yemirilishiga olib keladi. To'rtinchisi, bo'g'im sichqoni. Bu nima degani? Bu mahalliy tilda aytganda bo'g'im ichida erkin harakatlanib yuruvchi tuzlar hisoblanadi. Agar sizda yuqoridagi belgilar kuzatilayotgan bo'lsa, travmatologga kechiktirmasdan murojaat qiling. Shunda tizza bo'g'imining yemirilishlarini oldini olgan bo'ladi.